differensial ostiga kiritish. Differensial ostiga kiritish. Yoki noma'lumni o'zgartirish normallashtirish ham deyishadi. Misol bilan tushuntiraman. 2x minus 1 ko'paygan x kvadrat 2x minus 3 deylik. 3x kvadrat dx. Mana shu savol differensial ostiga kirish usulida ishlanadi. Boshqa usulda ishlasa ham bo'ladi, lekin differensial ostiga kirishni o'rgansanglar yengilroq chiqadi. Bunda asosan nimalarga e'tibor beriladi? Berilayotganda ko'paytma shaklida yoki bo'linma shaklida beriladi asosan. Biz qanday topib olishimiz kerak? Qaysi birini hosilasi ikkinchisiga tushgan bo'ladi. Hozir shuni hosilasi nima deydi? Tushunyaptimi? Esdan chiqmasin. Qaysi birindir hosilasi ikkinchisiga o'xshab qolib turgan bo'ladi. Qaysi yetmasa, qaysini ko'paytirib berish mumkin. Hosilasi o'xshaydi. Mana buni hosilasi mana bu o'xshab turibdi. Aynan o'zi desam bo'ladi, to'g'rimi? Endi nima qilamiz? Mana 2x minus 3 ni mana buni hosilasi ko'rinishida yozib berasizlar. X kvadrat minus 3x hosilasi. To'g'ri yozaman. Mana bu narsani shu ko'rinishda yozdim. Ko'paygan davom ettira olaman. Ana endi qaranglar. Nimanidir hosilasiga kelgan narsani olib kelasizlar, differensial ostiga o'tasizlar. Shunda mana bu d ni oldidagi x o'chib, o'rniga mana bu qo'shib kerak. Nimanidir hosilasiga keltirdinglarmi? Shunday olar ekansizlar, d ni oldida qo'yib qo'yar ekansizlar. O'shanda x o'chib ketadi. Ya'ni misolni ko'rinishni qaytadan tuzaman. Bo'ldi, bu tomonga kelib bizga mana bu qoldi. X kvadrat minus 3x nimasi qoldi? D ichkarida nima bo'ladi? X kvadrat minus 3x. Endi qasddan yozishim tabiiy, chunki mana qo'l o'tish kerak. Endi tenglashtiramiz. Ko'rinish yengillashi uchun tenglashtiramiz. X kvadrat minus 3x nima deymiz? Qandaydir? A deylik. Qanaqa misol tushib qoldik? Integral osti A d va d A bu o'zlaringiz bilayotgan jabr integrali. Faqat bunda qaranglar. Biz o'tgan sifat ko'rganimizda hammasi x ga nisbatan o'zgaruvchi integral olganmiz. Endi integral nimaga nisbatan olamiz? A. Oddiy daraja shaklida olib ko'ramiz. Bitta darajaga qo'shiladi, o'sha daraja vaqtdan pastga plus 7 tushunarli. Darajasi bittaga oshdi, o'sha daraja pastga tushdi. A javob qanaqa desa, endi A do'lga nima qilish kerak buni? Qaytarib qo'yish kerak. Xuddi bergan shikaytganni oxirida qaytarib qo'yamiz degandan bakar. Hozir shunday hosil ko'raylik qanday bo'ladi? Hayollar. Daraja bo'yicha oson nima bo'ladi? Oldinga tushab qisqaradi. Bitta yerlar keyin ichkarida hosil bo'ladi. Shu narsalarni qilib qoldim. Yana misol ko'rsataman, differensial ostiga kiritishdan. ln x taqsim x dx kesada ko'p keladi misol. Sertifikatga kelgan. Qanday son bo'lsa? Endi son qilayotganini tanlamaysan-da, son qilayotganini tanlamaysan-da. Mana misolni tushuntirib ketaman, ko'rasan. Endi mana nima qilamiz qaranglar. Olib chiqmaymiz, shunchaki ko'payib ma'lumotni asosiy bozoradi. Hozir shu narsa tegmasmi shu? Tega. Ana endi hozir buni xossasi kimga tegmi? Demak, differensial ostiga tushishga aniq tushadi misol. Biz bir taqsim x nima qilamiz? Mana bir taqsim x. Bunda mana buni qildik hozir. Bir taqsim x ni ln x xossasi deymiz. Ko'paygan davom. Nima nima qilamiz? Mana olamiz, keyinchi olib boramiz. X o'chib
o'chiramiz, o'rniga yozib qo'yamiz. Misol ko'rish qanaqa bo'lib qoldi? 2 qayerda bor? 2 yo'q joyda. ln x d dx. Belgilash berib olamiz. ln x dx ko'p zar belgilash kiritishimiz. Misolni ko'rinishi o'rniga qo'yib chiqamiz. A Devam. A'ni birinchisida bu. Plus C. Qaytarib qo'yamiz joy-joyiga. Ln x o'rniga qo'yamiz. Endi A'ni o'rniga. ln kvadrat x taqsim 2 plus C. Tushuninglar? Biraz ham bosib qo'ydik. Shu ham differensial ossaga tushadi. Kelishdik, qaysining xossasi qaysi o'xshab turgan bular, qaysi kabi. O'z maxraj xossasi nima bular? Maxraj ichini xossasi. O'zini emas, ichini xossasi. Surating bilan buni xossasi y darajasi x, buni xossasi 4x, buni xossasi cos x. Endi mana shuni bilgandan keyin suratni maxrajni xossasi ko'rinishida yozsam bo'ladi. Maxrajga tegmayman shunday. Mana shu vaziyat kelgandan keyin siz nima qilyapsizlar? Xosilaga keltirib bo'ldinglarmi, o'sha xosila boradi-da d oldiga x o'chib joylashadi. Shunda misolning ko'rinishi o'zgaradi, qaytadi. Endi bu yerda nima qoladi? Bir qoladi. D mana shu x o'rniga mana shu narsani to'la joylashtirasiz qavslardan. Shu tegilmaymiz. Endi belgilash kiritish o'zi nima uchun ishlatilsa, ko'rinishni yengillashtirish uchun. Aynan mana shu d-cha yozgan narsani belgilash sifatida olasizlar. Shunda misolning ko'rinishi nargiza qanaqa bo'lar ekan? Bir taqsim nima edi? A-ni so'raymiz. Qo'yish kerak mana shu yerga, qoldirib ketmaslik kerak. Deya. Buni integrali A-ni minus 4x'i deya bo'ladi. Darajasi bitta qo'shsak minus 1 taqsim 3 A-ni shunisi bo'ladi. Chunki A minus shunisi pastga chiqadiki plus C. Oxirgi javob shu. Qaytarib qo'yamiz endi o'rniga. Minus 1 taqsim 3 kere A o'rniga mana buni to'la xavfsini tushirish darajasi. Plus C. Tushuninglar? O'xshamay qolayotgan holatlari ham bor, nimadir qaysi yetishmay qolayotgan vaziyatlar ham bor. Hozir o'ylaylarchi, nimagadir kelib kelmaydi. Nimadir xossasi nimagadir o'xshamaydi. Maxraj xossasi nima edi? Ichkarisi. 2x - 8 shunday. Hozir mana ichkarida xossasi mana o'xshab turibdi, faqat nimadir qaysi yetishmayapti. Nima yetishmayapti? Hozir mana 2x - 8 da mana xossasi. Bunda x - 4. Endi mana shu narsani keltirishdan avval o'xshatib olishim kerak. Ya'ni mana bu narsani o'zlaringiz 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib berasiz, zarar qilmaydi. Hech narsa o'zgartirmayman. O'zimdan 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'ldim. Tushuninglar? Endi bir taqsim tashqari chiqib tursin. 2x - 8 ni nimani xoslasi deymiz? Maxraj, ya'ni x kvadrat minus 8x 7 ni qo'shib olib, chunki 7 ni xossasi bar bo'lgan. Maxrajni yig'maymiz. 12 da bu. Endi nima qilish kerak? Deb javob olish kerak. Sraz belgilashim kiritdim.
xato kamera o'zgardi. Ko'rinish qanaqa bo'ladi? Misol ko'rinish. Bir taqsim ikki misol o'zidagi. Bir D nima bo'ladi? A'ni ichkariga kiritib, yig'ishga kiritdi. 4-nizosida A bo'ladi. Buni integral olish uchun sal shakllantiramiz. A'ni minus 1 taqsim 4 degani. 1 taqsim 4-si tepachisi minus 1 taqsim 3 chiqadi. Integral nima bo'ladimi? Bitta qo'shamiz. A'ni bitta qo'shsak 3 taqsim 4 taqsim 3 taqsim 4. 4 taqsim 3 deymiz. Bu 2 taqsim 3 A'ni 3 taqsim 4-si. Javob 2 taqsim 3 esa boroq bilan qo'shib qo'ysak bo'ladi. A4 mana bu. Yoki mana bu esa bo'ladi. 4-nizos x kvadrat minus 8x plus 17 ni kubi plus n. Tushuninglar. Endi daraja ko'tarilayotgan joyi ham bor. Ya'ni g darajasi x deb qoladi asosan. Sinus 2x g darajasi cosinus 2x dx. Hozir mana bu narsani mana qo'shilsin. Yaxshi ko'rib turaylik. Mana bu narsa cosinus 2x ni xoslasi bo'lishi mumkin, qachonki oldiga minus 1 taqsim 2 paydo bo'lsa. Chunki mana bunda xoslaslar lozim. Nima oldiga chiqib qoladi? Minus 2 mi? O'sha minus qisqarib ketish uchun minus 1 taqsim kerak bo'ladi. Cosinus xoslasi minus sinus 2x, 2x xoslasi 2. Hozir mana bunda koeffitsient yo'qmi? Xuddi qisqarayotganda olib berib qo'yishasiz kerak mana shu koeffitsient. Qolgan tegmaysa, y darajasi cosinus 2x dx. Endi nima qilish kerak? Mana buni birlashtirish kerak emas hali. Olib kerak, o'chirish kerak. Misol ko'rish qanday bo'ladi? Minus 1 taqsim 2 y darajasi cosinus 2x su d cosinus 2x to'g'ri? Bitta birlashtirib olamiz. Cosinus 2x ni a deymiz. Misolni ko'rish qanday bo'lib qoldi? Minus 1 taqsim 2 y darajasida a d. Bu jabr integral o'zadimi? Javobi minus 1 taqsim 2 y darajasida cosinus 2x plus c. Hosil olib ko'rsangiz ham aynan mana shu narsa qaytadi. Chunki murakkab funksiyada buni o'zini yozish kerak, tepadan hosil olish kerak, 2x hosil olish kerak, qisqarib shuni yig'ib qoladi. Bu differensial osga kiritish.